Voy bana qo'yat qishloq. Bana qo'yat qishloqqa yetib keldim. Xo'sh, endi men tezroq berkinishim kerak. Xo'sh, qayerga berkinsam ekan? Bo'ldi, menda zo'r g'oya bor. Men mana shu polizni ostiga berkinaman. Shunda aniq meni politsiyachilar topa olmaydi. Ha. Assalomu alaykum. Bizning bugungi yangiliklarimizga xush kelibsiz. Va bizning yomon xabarlarimizdan biri bu. Kechagina maxsus qo'riqlanadigan qamoqxonadan bir mahbus Jitel qochgan. Agarda siz uni ko'rib qolsangiz, shu zahoti 102 raqamiga qo'ng'iroq qiling va agar siz u Jitelni topsangiz, topgan odamga esa 2 stak izumrud beriladi. Shuning uchun tezroq u jetonini ko'rib qolishingiz bilanoq 102 raqamiga qo'ng'iroq qiling. Nima? Qamoqxonadan jeton qochgan? Yo'q, hammaga salom do'stlar. Bugungi videoda sizlar bilan men Denni va do'stlar hozirgina eshitganlaringizdek, hozir kechagi yangiliklarni eshitgan bo'lsalaring, xullas, qamoqdan bir mahbus jeton qochibdi. Xo'sh, do'stlar, endi nima bo'lar ekan? Ish qilib bu qishloqqa kelmagan bo'lsa bo'ldi. Xo'sh, nima bug bo'ldimi? Mayli, e'tibor bermaymiz. Albatta do'stlar, videoga like bosib kanalimizga obuna bo'lib qo'ying. Aytgancha do'stlar, obuna bo'lish tugmasi degan joyda bosganingizda boshqa kanallarim ham chiqib keladi. Shu kanallarga ham obuna bo'lib qo'yinglar va shu kanallarimda ham yangigina videolar chiqib turadi. Palakat. Hammanglar bu yerni to'g'rilab qo'yamiz. Bu yerga ham ekib qo'yamiz. Ular tilim kelishmay qoldi do'stlar. Mayli, tezroq ferma ishlarini qilib olsak, dam olaman. Xo'sh, bu kartoshkalarni ham yig'ib olamiz. Xo'sh, endi bularni ekib chiqish kerak. Aytgancha do'stlar, sizlarga qanaqa videolar yoqadi, shuni kommentariyaga yozib qoldirsalaring, shu videolarni olishga ham harakat qilaman. Hammanglar tez ekish kerak hozir kartoshkalarni. Hozir kartoshkalar ko'proq qimmatroq bo'ldi, ya'ni narxlari. Shuning uchun ko'proq kartoshka ekyapman. Xo'sh, bu yerga bug'doy urug'laridan ekamiz. Xo'sh, mana bu yerlar ham qolib ketmasdan. Xo'sh, mana endi unda sabzilarni ekishim kerak. Xo'sh, mana bu yerdagi sabzilarni ham olib olamiz. Tez eksak, tezroq merga olib borib bersam qutulaman. Do'stlar, hozirgina qanaqadir ovozlar eshitilyapti menga. Sizlarga eshitilmayotgan bo'lsa ham, lekin menga boya qandaydir ovozlar eshitilganday bo'ldi polizim ostida. Mayli, merni oldiga tezroq olib borib bersam. Assalomu alaykum, mer, kirsam bo'ladimi? Va alaykum assalom, dedi, kirishing mumkin. Mana men sabzavotlarni olib kelgandim. Ularni shkafga joylab qo'y. Xo'sh, mana shkafga sabzilarni, bug'doylarni joylab qo'yamiz. Bo'pti mer, unda men ketdim. Mayli, bo'pti, ketaver. Xo'p, mayli. Xo'sh, do'stlar, endi boyagi joydagi ovozni tekshirib ko'rish kerak. Polizim ostidan qanaqadir ovoz eshitildi. Xo'sh, unda hozir uyimning ichiga kirib, lapatga olsam. Xo'sh, lapatkani olamiz. Xo'p, eshikni yopib qo'yamiz. Do'stlar, mana shu yerlardanmi ovoz eshitilgandek bo'ldi. Xo'sh, qani ko'rib ko'ramiz. Nima bu yerda chuqurmi do'stlar? Qani tushamiz. Nima? Do'stlar, bu yerda kimdir yashayapti shekilli. Bu yerda qandaydir baliqlar, sabzilar. Aytdim-a, nimaga sabzilar yo'qolib qolyapti desam, kimdir o'g'irlagan ekanda. Xo'sh, bu yerda pichandan qilingan yotoq. Do'stlar, bu yerda kimdir borligi aniq yoki qamoqdan qochgan jetel bo'lishi ham mumkin. Xo'sh, do'stlar, menda zo'r g'oya bor. Uning uchun kechasi tushishini kutishimiz kerak. Xo'sh, men o'zimga kerak narsalarni olib olaman. Do'stlar, unda kech tushgunigacha kutib turamiz. Kechasi esa o'zimni o'ylagan rejamni qilaman. Xo'sh, do'stlar, mana kecham tushdi. Men shu yerda kimdir kelishini kutib turibman. Menimcha o'g'ri kelishi mumkin. Xo'sh, hammanglar unda tayyorlanaman. Bana qo'yat, kiyimimni o'zgartirib oldim. Endi meni aniq topisha olmaydi. Xo'sh, endi men o'zimni berkingan joyimga kirishim kerak.
Do'stlar, kimdir kiryapti. Sen kimsin? Qo'ling ko'tar. Mana shu yerda qolasan. Menga tegma. Men hech nima qilganim yo'q. Menga tegma, iltimos. Yo'q, mana senga, mana senga. Do'stlar, o'qishidan ketdi. Xo'sh, yaxshi. Unda men hozir politsiyaga qo'ng'iroq qilaman. Undan keyin 2 stak izumrud meniki bo'ladi, do'stlar. Yehu. Xolos do'stlar, unda hammanglar, men tezroq tepaga chiqishim kerak. Albatta, video sizlarga yoqqan bo'lsa, like bosib, kanalimga obuna bo'lib qo'yinglar. Hammaga xayr.